Mana ko'pchiligimiz, ya'ni erkaklar, janoza namozidan keyin mayyitni dafn qilgani qabristonga boramiz. O'sha yerda mayyit dafn qilinganidan so'ng falonchi aka qandoq odam edi degan gap bo'ladi. Hamma o'sha yerda yig'ilgan insonlar yaxshi odam edi deyishadi. Bu asli dafn odobi hisoblangani uchun ham shu so'zlar aytiladi. Aslida-chi? Biz hozir shunaqa bir davrga yetib keldikki, bu davrdagi ummat bir-birini sharmanda qilish, obro'sini to'kish, o'z dunyo qarashi xulosasidan kelib chiqqan holda jazolash, ya'ni samasud qilish hollari bo'lyapti va uni bemalol ommaga namoyish qilishmoqda. Yaxshilab surishtirib kelsangiz, ikkisi ham musulmon bo'lib chiqadi. Vaholanki musulmon uchun bir musulmonning joni, moli, obro'si harom edi. Shunga o'xshash ishlarni bemalol bajargan holda namozini ham o'qiyapti, ro'zasini ham tutyapti, juma namoziga ham chiqyapti. Xotirjam, xuddiki hukm uni qo'lida, hukmni ijro qilish uni qo'lida bo'lgan holda o'zini erkin his qilib yuribdi. Bejizga yuqorida mayyit haqida gap boshlaganim yo'q. Chunki ba'zi insonlarning o'limi kimlargadir xushxabardir. Ana shu insonlarning o'limini orzu qilib o'tirishadi. O'limi xabari yetib kelsa o'sha insonning xotirjam nafas oladi. Sababi mazlum, zulm ko'rgan o'sha insonlar. Butun insoniyat yig'ilgan holda ovozini baland ko'tarib, bu yaxshi inson edi degani bilan bir insonga yoki bir necha insonlarga zulm qilib o'tib ketdimi, u yaxshi inson bo'lib qolmaydi. Va yana ba'zi insonlarning hayotdan ko'z yumganini eshitsangiz, beixtiyor ko'zga yosh keladi. Uning qabri ustida uzoq qolib ham ketasiz. Hattoki janoza dafni nihoyasiga yetgan bo'lsa ham. Chunki o'sha insondan faqatgina yaxshilik va yaxshi xotira qolgani uchungina qabr ustida turib qolasiz. Do'stim, bir nafas olib chiqaradigan bu dunyoda o'zimizdan yaxshi nom qoldiraylik, shuni o'zi yetib ortadi. Nasihatim bu Sanomanga do'stim.